12 bob. U çağda erişte acayip zor bir karamet, yani quyoshni yepinchoqlagan bir ayol ko'rindi. Uning putrining ostida oy, beshida 12 yulduzliq toj bor edi. Bu ayolning oy kuni to'shib qolgan bo'lib, to'lg'oq ichida dod faryod qilatdi. Ondan erishta yana bir karomat, yani 7 boshliq 10 munguzlik cho'ng bir qizil ajdaho ko'rindi. Uning 7 beshida 7 toj bor edi. U osmondagi yulduzlarning 3dan birini quyrug'i bilan surib, yer yuziga tushiribdi. Ondan ayol yangigan hamon uning bolasini yalmab yutib etmoqchi bo'ldi. Tug'ut ostki ayolning oldida tudi. Ayol bir bola, yani bütün ellerini tömür kaltak bilan boshquradigan bir o'g'il tug'di. Bola taxtda o'ltirgan Xudoning oldiga darhol elib chiqildi. Ayol bo'lsa cho'lga qochdi. U yerda uning 1260 kun beqilishi uchun uningga Xudo tarafidan hozirlab qo'ygan bir joy bor edi. Uningdan keyin arshda jang bo'ldi. Bosh farishta Mikoil ve onun farishtalari ajdahoga qarshi jang qildi. Ajdahomu o'z farishtalari bilan ularga etildi. Lekin elisholmadi. Bunun bilan ular arishdagi o'rnidan mahrum qoldi. Cho'ng ajdaho, yani iblis yoki shayton deb atalgan, bütün dunyoni ozdirgan hilqi qadimiy yılan o'z farishtalari bilan billa yer yuziga tashlandi. Shundan keyin arshda jarangliq bir ovozning mundaq deganligini angladim. Xudoyimizning nijotligi, qudrati, podshohligi va u tayinlagan Masihning huquqi namoyon bo'ldi. Chunki Xudoyimizning oldida qarindoshlarimizni kech-kunduz aybliguchi arshdan tashlab etildi. Qarindoshlarimiz qo'zining qini ve onun qilgan guvohligi bilan ajdahoni yangdi. Ular hatto o'lim oldidimi o'z jinini oyimidi. Shuning uchun ey arsh ve arshda yashag'uvchilar, xushol bo'linglar. Lekin holinglarga voy, ey yer ve dengizlar, chunki iblis ustinglarga tashlandi. U o'z vaqtining oz qolganligini bilib, darg'azabga keldi. Ejdaho özünün yer yüzüge taşlanğanlığını görüp, oğul balını tuqqan ayalını qoğlaşqa başladı. Ayalının ejdahodun daldınınıp, çöldeki 3,5 yıl bekildiğen makanға uçup ketiş üçün, onunğa yoğan bir bürkütünün 2 qaneti berildi. Ejdaho ayalının ağzıdan, ağzı bilen deryadak süpürküp, onu selgi bastırıp iqtib ketmekçi bo'ldi. Lekin zemin ayolga yordam qilib, og'zini echib, ajdahoning og'zidan etilib chiqqan daryoni yutdi. Buning bilan ajdaho ayolga darg'azab bo'lib, uning boshqa farzandlari, ya'ni Xudoning amrlarini tutib, Ayso Masihning bergan guvohligini tug'anlari bilan jang qilg'ili ketdi. Ilqi ajdaho dengiz bo'yida tikilib turadi.